Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi hurmatli obunachilar. Geç bo'lishini qaramasdan, xudo xolasa ertang yakshanba kuni bozor kuni mashin bozor qaynaydi. Xudo xolasa bu yerda odam ko'p bo'ladi. Bu mashinlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ko'p vaqt bo'ldi bunday video chiqarmadim. YouTube'a men o'zim doğrusu bir iki problemalar bilan yurib, shuning uchun ming bor uzr elashtirma aytmisizlar. Bundan keyin xudo xolasa haftada bir marta общий obzorni chiqarib boraman. Satilgan mashin bilan sotiladigan mashinlarni shorts'a qo'yib boraman. YouTube'dagilar tushunasizlar, kichkina video bo'ladi. Asa xudo xolasa ko'rib o'tirasizlar, ketdik. Birinchi shu o'zlarimizni Hyundai'dan boshlaymiz. Hyundai'ni endi 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, 4 yumshoq balon, benzinda, majigar pult, xullas kalom hamma navorotlari bor, bilasizlar mashinani. O'ta ekonomik ishli mashin bu, Koreyaning mashini. Bahosini 129 millionda qo'ydik, 125 milliona tushirdik. Endi sizlarda mabodo 25-30 million so'm pul bo'lsa, shu mashinani olib bilasizlar. Ponni 100 million so'mdan ziyod kredit beradi bank menga. Necha so'mdan tushadi, verlarini to'shni bilaman men. Agar qiziqib telefon ursangizlar, bemalol necha so'mdan tushishlari hammasini ko'rsatib aytishimiz mumkin. Hozir sizlarga ichlari bilan ham bir tanishtiramiz. Yana salon holatlari, rullari, yine avtomat korobka, pioner magnitofon, motorni ham hammasini ochib ko'rsataman sizlarga, arkalarni ham. Jamol menga qarashib bir motorlarni arkalarini ochishib e'tibor berib o'tirsangizlar, yana tushunadi ular, biladi buni ustalar mashinning ichkiligini shunday ko'rgandan. Umuman bir yerda ham yog', hech nima oqqan joyi yo'q, hamma yer top-toza bo'lib turibdi. Beklar. Arkalari, o'zim kiyimlarim turibdi. Top-toza bo'lib turibdi hamma narsasini. Zapaskalarim qop-qora bo'lib. Joyiga qarang, shunchalik joy bor. Xohlasanizlar metan qo'ysangizlar ham bo'ladi. 80 lik metan tashlab bersangizlar, mashin asirib turaveradi, asirib. O'ldim deganda 250 kilometr yurdi 80 lik metan bilan shu mashin. Kapotini chala beklabsan, beklaman. Malibu bir avtomobili egadan kelib turibdi. Mashinamiz qora svet, 1-2 detalında kraskasi bor, mashinada udar yo'q. Metallari hamma narsasi bor. Mashinani to'g'ri haydashlaringiz tayyor. Ikkinchi pozitsiya 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 300 mingdan ziyodroq yurgan. Endi bilasizlar, bu mashinalar milliona garantiya berilgan. Bahosi 114 million so'm. Mana ham sizlar hozir motorlari bilan birgalikda ko'rsatamiz. Yine salon holatlari, sal qarang'i demasangizlar, geç bo'lishini qaramasdan chiqarisha. Yine motorlar toza bo'lib turibdi. Bu mashinamiz ham kredit olaman desangizlar, 10 million so'm plak kelasizlar. Shu 10 million so'm bilan hamma ishingizni bitirib beramiz. Bir pasport, kreditingiz bo'lmasligi kerak. 10 million so'm bilan kelsangizlar, shu Malibu'ni egasi bo'lib, xudo xolasa keyingi oydan gel bir deb kredit to'lab o'taverasizlar. Meni yomon ko'rmanglar. Hamma shuni so'rab turibdi. Mutdan so'rab turganlar ham bor, 1 so'm pulsiz ham so'rab turganlar bor. Menga qarasa qanday qilsangizlar. Men ham shtirdatib pulni sanasam. Endi bu keyingi mashinamiz, navbatdagi mashinamiz Honji bo'ladi. Honji 2024-yilda ishlab chiqarilgan elektrokar bu. 450 kilometr yurgan xilisi, 2024 yurgan probeki 23 ming. Hozir ilik ekan, hozir pultni kelib ishlarini ochib ko'rsataman sizlarga. Chiqib qarashib tursang bo'lmaymi Jahongir? O'tiribsan bu yerda. Oyog'ing do'nsa kerak gulik vajlarni olib chiqishib tur axir. Putlari yo'q hech vajni. Nereki kana o Honji'nik? Aldım mı ya? Açık görsatamiz işlerini. Salon holatları. Pony koja ibellerini yumuşaklıkını görseniz. Opsum yumuşak. Maşin umuman konfor ekan bu. Sidinalar ham bitta elektro ishlaydi. Arkasini kengligini ko'ring. Eshiklarning ochilishini ko'ring, buni kattaligini. Shu darajada jonli ochiladi ina.
Bu bellar ham avtomatda ishlaydi ekan. Yana chiroyligini qarang. Iboran butun knopka. O'zini yuvarib bersangiz, o'zi tortadi yana. Endi men buni hozir arkasini ishab ochilishini bilinmandan, shundan birozcha qo'yib ko'ramiz. Ya, ha bunda ekan. Arkasi ham shunday yeng ekan. Endi bunga metan qo'yib bilmaysizlar, elektr bu. Bir tokni zaryadini uyda uxlaganingizda qo'yib yotsangizda kechda azanadingda olib turadi o'zi to'xtab. Ana haydaverasizlar keyin. Bu mashinamizda 145 milyon so'm krediti bor, 4 milyon 700 dan chiqib turibdi. Xohlasangizda 85 milyon so'm pul bersangizda kreditini davom etib ketaverasizlar. Общий puli 230 milyon so'm. Yurgan probeki 23 ming aytildi. Endi Captiva'miz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. O'zi 150 ming yurgan, lekin mashinamiz unday sosteniyya bermaydi. В общем, свежий sosteniyya berib turibdi. Mashin taptoza. Sveti bunda. Svetlari, için holatlari. Görüp otursangızlar. Matuy bo'lib turibdi hamma yeri. 7 adamlık. Metan ham qo'yilgan. Mashinni hech endi qirchiq, chiziq hech narsa yo'q. Hamma yeri chotki. Buni 230 milyon so'mda qo'yadik boshda. Ana keyin bahosini o'zgartirdik. Bahası o'zgardi. Mashinni 217 milyon so'mga tushdi. 217 milyon so'm hozir. Yine metani 2 dana 65'lik 217 milyon so'm. Endi xohlasangiz buni ham kreditga chiqarsak bo'ladi. Hozir aytaman sizlarga, где-то 105 milyon so'm bo'lsa, hamma ishingiz bitadi ekan, 6 milyon 700 dan 3 yil kredit chiqadi ekan. 6 milyon 700 dan 3 yil. Ko'proq pul bilan olaman desangiz ham zo'r. Navbatdagi mashinamiz G-Tower Dashing bo'ladi. G-Tower Dashingni 40 milyon so'm bilan kredit davom etmaga berib bilaman. Общий bahosi 270 milyon so'm. 235 milyon so'm krediti bor. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probeki 23 ming yurib turibdi bu. Hozir ichlarini ham ko'rsataman. Endi bu mashinalarni menimcha hamma biladi. Svetini ko'rmadim xullas. Shunday mashina meni. O Captiva için svetini o'chirib qo'y. Benzinda 23 ming yurgan, qirchiq chiziq hech narsa yo'q, mashina taptoza. Tozasi 380 milyon so'mning ichida turibdilar buni. Men bilmayman doğrusu G-Tower Dashingni. Agar bilganlar yozib ketinglar. Xullas kalam birov kreditga olgan buni, endi hozir to'lashi sal qiynalib turibdi. 8 milyon 600 dan krediti kelib turibdi. 40 milyon bersangizda 8 milyon 600 dan kredit to'lab ketaversa, yo'q men naq pul olaman desangizlar, 270 milyon so'mga naq pul beriladi. Keyingi mashinamiz Bestune avtomobili bo'ladi. 48 ming kilometr yurdi. 4 tane yumshoq balon. Bu benzinda eng full pozitsiyasi. Panorama tam, hamma narsasi bor mashinada. Yine salon holatlari, koja polni, yurişlari umuman zo'r. Men o'zim haydab ko'rdim, menga ham yoqdi mashin. Bugun kuni bilan urgancham shu mashinada borib keldim. Arka tomonlar ham sveji bo'lib turibdi. Arkasini ko'rinishi dim xo'shroq. Endi shu mashinamizni sizlarga 15 milyon so'm bilan kreditga mindirib bilamiz. Xohlasangizlar. Naq puli 225 milyon so'mga beramiz. Yo'q, men naqa minimman, kreditga minaman desangizlar, 15 milyon so'm pul bilan kelasizlar, bir pasportni ko'tarib, shu mashinani mindirib berib bilamiz sizlarga. Aylık sel endi kattaroq puldan tushadi. Uchun desam, mashinam arzon pul emas. 300 milyondan ziyod bu mashinning puli. Tozasi 350 milyon, 360 milyon xullas shunday. Keyingi Gentra'miz qizil svet 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Ayollar adım jup tushadi. Majgar pul, tonirovka ruxsat, hamma narsasi bor. Salon holatlari ham zo'r etib tuzilgan. Xullas ham bir yerda ham aybi yo'q. 119 ming kilometr yurib turibdi. Bir krelenda kraskasi bor, arka kapotda ozgina petno joyi bor. 105 milyon so'mda turibdi. 15 milyon so'm bersangizlar polnikani kreditga chiqadi. Kimgadir qiziq bo'lsa,
gelip qo'shni taftodan. Ayniqsa ayollarimiz 15 milyon so'm bilan gelip şu maşini minib ketaversalar bo'ladi. Keyingi mashinamizni ham 15 milyon so'm bilan mindiramiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 140 ming yurgan 4 yumshoq balon metan pokoleniya metallaridan qo'yilgan ikkisini ham. Kraska bir damcham yo'q mashinada olib hazatib haydayverasizlar. 15 milyon so'm bilan mindirib beramiz. Toshkent qatnashchilar, Moskva qatnashchilar mana bo'laveradi. Hamma narsangizga to'g'ri keladi mashina. Maytafonni yoqib qoldirib turayina. Birovlar minsa shunday bo'ladi. Salon holatlari ham dum zo'r holatda. Endi sal qarang'i doğrusu. Gündüz günü video etolmadik. Ming bor uzr. Hamma yeri toza bu mashinalar. 100% garantiya. Bu Jigulimiz bor edi, 50 ming kilometr yurib turgan, satıldı. 03 chisti, hamma narsasi rodnoy turibdi. Mana ichlari qip-qizil. Mana shunday mashina bor. Görüp turganlarınız değil. Bu satıldı. 25 milyona güllene verildi. Xudo xolasa ertang dokument etib ketadilar. Tiko'mizni qimmat demasangizlar do'stlar, 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Umuman siniqi hech narsa yo'q. Mashina dum yaxshi holatda. Haydab ko'rsangizlar bilasizlar, gelip sal bahası qimmatroq doğrusu 27 milyon so'm beramiz. Faqatgina zangi ishlangan mashina. Hech yerinde kamchiligi yo'q. 2001 170 ming mi? 170 ming probeg yurib turibdi. Mashinaning holati ideal darajada. Tikoni. Ba'zilari tushadi-ku 35 milyona tushadigan Tikolar bormi? Shu Tikodan shu, prosta paket kiyizilmagan. Nechap tushunsangiz tushunaveringlar. Ariyanni. Yine xalasangizlar 17 milyon so'ma go'k Tikon bor. Chotki turibdi bor. Olib hazatib haydasangizlar bo'ladi. Bir yerinde emeği yo'q. 300 ming yurgan 99-yilda ishlab chiqargan, faqat benzinda. Salon holatlarini umuman gap yo'q. Endi şu sveti yanmasdan bo'lmasa ko'rsataram sizlarga ichlarini. Top-toza bo'lib turganini da. Legalashtirma etmanglar iltimos, ming bor uzr. Xudo xolasa salonimiz bitgandan keyin ishlari poni yaqti bo'ladi. Yaqtida hammasini ko'raverasizlar xudo xolasa. Niyatimiz ham shu. İki damazımız bor. Biri 14, biri 19-yilda ishlab chiqarilgan. 14 nishonasidan hopshum zo'r. Mağadım yaktı. Shunday kelasan, pasosni ozgina tartasan, sovuq olamı, issiq olamı undan farkı yo'q. Gördünüz mü? Ucu yandı bu. Prosta ben gaz basmadım. Ne deysizler maşina? Hemme damazan bunda bir an mıydı? Lekin maşina 300 ming yurgan. Maşina 300 ming yurgan, kraska zanglari ishlangan. Bahasına itibar berasizlar. Bahası 48 milyon so'm. Maşin dım zor holatda. Haqiqiy vech. Alıp libo ishingizni bitirsangizlar bo'ladi. Bergi mashinamiz 2019 170 ming yurgan, metan hamma narsasi bor, kraskalar rodnoy 63 milyon so'm. Xalasangizlar bularni ham kredit etib beramiz. Hozir agar damoza yozilgan bo'lsa bir ko'ramiz. Damozni 8 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. 2 milyon 900 dan 3 yil kredit chiqadi. Kelaverasizlar. 2019 63 milyon. Bana şu 6-7 milyon bilen mi işiniz bitadi? Kelaverasizlar. Tikolar yozmabmilarga. İş Tikon ham kreditga chiqarsa bo'ladi. Endi Spark'lara o'tamiz. Spark'ımız büyün geldi, Ege'den geldi doğru. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, yumshaqqina balonlar qo'yilgan. 3. pozitsiya. Bahası 55 milyon so'm. Üstünde bir so'm yarım so'm gelişip versek bo'ladi. 5 milyon so'm bilan 10 milyon so'm bilan hamma ishingizni bitirsa bo'ladi ish mashinada. Bemalol gelip olaversangizlar bo'ladi. Kraskasi bir krelinde bor, ichi krasniy xili. Bo'ladi, bahası zo'r. Spark 55'e. Naq pul bo'lsa 53 milyongacha tushib beramiz. Keyingi avtomat korobka 2015-yilda ishlab chiqarilgan 96 ming yurgan. Şu bir yan boyunda kraskasi bor. Qirchilgan, chizilgan uchun bo'yalgan. Libo ustingizga ko'rsataverasizlar. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Arka tomonlari. Qarang, kulonkalari alyumin turibdi. Mashina svejivach.
Rullaram özgergen. Avtomat. Maytabı özüniki. Alıp koveresler dedik. O bunam kredit etip verse boladı. Halasanızla. Gidiyete bir 15 milyon somla bilen bunam kredit etse boladı. Növbetdeki Spark'ımız 2012 yıl 170 min yürüyen metalı ba. 10% kraskası ba. Özleriniz için bir ustanıza teşkil bala arasında bahası 53 milyon som. 5 milyon som bilen hemme işiz bitedi. 2 milyon 800 min somdan kredit ölebiliyor arasında. 3 yıl. Yine zor nerse. Avtomatını diskelerinde durttu. Karan. Bunun maşı hem muham tapula vermedi. Kameralarına don koyulga. Aksiya bu çisti. Salonlayla monitorlardan koyulga. Bir çikolonu özgertirip arasında tazaga tamam. Birinci pozisiyalıyken. Növbetdeki Matiz'imiz 2011 yılda işlep çıkarılgan. 220 min yürüyen metallara, bazenleri işlengen. Bahası 43 milyon som. 15 milyon som bilen hemme işiz bitedi. Bahasının için kımmat demenle sebebi maşin yaxşı boluşu mümkün. Şunun için kımmat boladı. Yine 220 min yurt tuttu. Koca salonla koyulgan. Tarakan diskelerde. Matiz yaxşı halatda. Sel kıstan Türkmenleştirme etmişse onda klientle karat tuttu. Çünkü tezrak abzor etemen. 2009 yılda işlep çıkarılgan Pollux 160 min yürüyen Matiz'imiz appak sivit. Metalları, bazenleri işlengen bahası 35 milyon som. Salon halatlarının 10 men gibi yok. Sel karangırak kanıt görüp hem bilmişler. Şu eleştirme etmenle o da kalasa yakta etip düzeltemiz belirlerini. Keyinki maşinimiz özlerimizde Navroz'da minibiriyen maşini coramızdaki tuning boğan işgali bir toda pul sürtük koydum. Bahası 43 milyon som. Bir teridek koyuptu. 5 mu bu ne o bu? Haş. Yok addiyeken. 180 bin yurt tuttu. Növbetdeki akmatizimiz parları tuninge düzültülgen. Kraskesi menimçe aynadan pesiponni boyalgan. 2009 yılda işlep çıkarılgan. Narkı 32 milyon som. Eymi zam o kaç kaptı? 32 milyon som. Pollux varyant, prastoymaz. Kansener var mı ne? Kansener. Dostlar kansenerlerim var eken bu matizle. 32 milyon som yine. Görün. Kobaltımız büyün geldi. 78 milyon som masa beremiz 13. yılda işlep çıkarılgan. Yürüyen probeklerini göremiz. 219 bin yurt tuttu. Salon halatlarından umman gibi yok. Kırçıksızlık yok. Kraske bir 30% bağ. 3 tane eksiğimiz var. 2014. Arksam 2013 miydi belki? 15 eken. 15. 2014'ümüz 120 bin yurt tuttu. Kraskesi zengler işlengen. Pollux varyant. Metallı araba. 62 milyon son Magigar Pult hem menesesi bağ. Motoru Donus 1.6. Alıp basa verese. Bazı bir centralara dembere de onun eksiği iş. Halasanızla 12 milyon son bilen plus apartmanı yapılak kesinizde 2 milyon düzden kreditem çıkardı. Bu maşinin nerede dokumentleri kanı? Satılgan mı bu? Ha yaxşı. Bunda bu 2015 bilen danıştıramız. Sonus gibrit eken. Sonus gibrit. 2015 yılda işlep çıkargan ikinci pozisiya Pollux varyant. 136 bin yurt tuttu. Metallı araba. Bir eşkinde kraskesi var. Opsi bahası 59 milyon som. Mani kemisi 4 tane balon. Boğanı. Üstünde 1 milyon som kaytıp veremez. Şu 4 balondan koşum çetesle. 1 milyon koşsanızla alıp koyar eslana. 18 milyon som ekkesi. O 7 milyon som ekkesizle hem meşiz bitedi. Kreditem çıkadı. Arka tamamından görüşün görsetemiz. Hulles kelam bize de bu maşinla hazır çay işula. Hava kimedir kızık bolsa hazırgına lasit diyem geldi. Bahası 76 milyon som. 13. yılda işlep çıkarılgan. Kraskes zengler işlengen. Kimedir kızık boladı olmasa. Yürüyen probekleri 180 bin yurt tuttu. 1.8 motor. Motorları yağ yemiydi. Eminleri çok ki. Eğer kızıksanız da gelip benim alan alaverseniz de burada maytapon hemen sesi bağ. Aç be. Evet, motorları. Bu lekin hazı geldi hali dostlar. Hali bak anam doğru şu önünüzüne koyuverdik. Mesela bizden küzetip oturgalar hemme zekattakine rahmet. İşlerinize ahmet iyisi versin. Bu da kalasa
yangi yilda 31 dekabrda har kim shu bir o'zgarishlar bilan, biri joylar bilan, biri mashinalar bilan bir nima deydi, yangi yillarni kutmak nasib etsin, hammani omadini bersin, ishlaringizni rivojini bersin. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, qo'llaringizdan kelgancha yordam etib, akkasangizlar bizlar ham pul ishlaymiz. Omon bo'linglar.